Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlari. Mana buloqlarimiz ortilyapti. Sirdaryo viloyatiga 1000 turistlar zakaz qilingan. Hozir 800 olib ketiladi. Mana bular 25 minglik bloklar. 500 bloknotdagi. Bu Sirdaryoga G'ayrat akamizga ketyapti. Pulini gideta 4 oylar oldin to'langan. Shunga qarab narxni kelishtirib berganmiz. Sizga ham blok kerak bo'lsa, zakaz bersangiz oldindan shunga qarab chiqarib beramiz. Mana bu qoliplardagi bloklarimiz. Mana suvidagilar. Hali endi bugun qo'yilish kerak edi. Yomg'ir yog'yapti. Qo'yilgani yo'q. Mana bular kechagi bloklarimiz. Mana shu. Bu yerda bizlar 23 minglik, 24 minglik, 25 minglik bloklar chiqaramiz. Hozir o'zi qishki sezonga o'tganimiz uchun 23-24 liklarda chiqarmaymiz o'zi pastda. Faqat ko'pincha 25 lik chiqaramiz. Mana shular ham 25 minglik bloklar. Bloknasi 500 liklar. Qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa kommentariyada fikringizni qoldirsangiz yoki aloqaga chiqsangiz gaplashamiz. Mana shu biznesga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, apparatlarni tayyorlab beramiz. Polistirol blok, meshalka, qolip, drabelka, qum elak, polnisda ishxonani ishga yuradigan darajada qilib beramiz. Meshalkamizning narxi 30 million so'm, qoliplarimiz 3 million 300 ming so'mdan, drabelkamiz 6 millionligi bor, 12 millionligi bor, qum elagimiz 3,5 million. Shunga qarab aloqaga chiqasizlar. Tayyorlab beramiz. Xuddi o'zimizning ishxonamizdagi retsepti ham ichida bonus qilib qo'shib beriladi.